Mashinasiz xonadon bo'lmasa kerak. Endilikda mashinani judayam kir holatda kovrolanlari, pataloklari hamma yog'ini himchistga qilmoqchimisiz? Mana shu holatga keltirmoqchimisiz? Endi men sizlarga sirini aytaman. Bitta Rebaklin pilisosini olasizlar va u pilisos bilan bemalol sizlar detalniy himchistga qilishingiz mumkin. Mashinani kovrolanlari, pataloklari, даже sidenyalarigacha tozalab pilisos qilsanglar bo'ladi. Hattoki uyingizda gilamlarga dog' tushgan bo'lsa, ularni ham pilisosda sizlar bir pasda tozalab tashlaydi. Mana eski zanglargacha top-toza qilib beradi. Rebaklin pilisoslardan albatta siz ham oling. Mana nomimdan chiqsanglar, Rebaklin pilisosini oladigan bo'lsanglar, 1 million skidka qilib berishadi. Avro 3 talik qozon nabor berishadi va yana bir sirli mahsulotni sizlar uchun hadya qilishadi. Eng asosiysi, men o'zim uy sharoitida tabiiy olma sirka qilaman. Mani nomimdan sizlarga 2 ta tabiiy olma sirkasi ham hadya qilib beriladi. Bemalol mana shu telefon nomerlarga aloqaga chiqib olishingiz mumkin. Hozirgi kunda Rebaklin eng trendiga pilisos bo'lib, kichkina detalniy joylarni ham pilisos qilishingiz mumkin va yuvishingiz mumkin.